Assalomu alaykum aka-ukalar. 17-iyun kunimizga chorshanba. Bu mashinamizga ham izoterimiz qilib berdik. Xo'p, bu mashinamizga qilingan ishlarni yog' sondiqlarini qo'yib berganmiz. Orqa holatlariga keladigan bo'lsa, gabaritni chiroqlarigacha qo'yib berganmiz. Keyin har doimgidek furnituramiz qulf kalitli bo'ladi. Xo'p, ichki qismiga keladigan bo'lsa, ichki holatlari mana panelli bo'lgan. Xo'p, ichida ham o'ziga ham chiroqlar qo'yib berganmiz, o'chirib yoqsa bo'ladi. Panellarimiz 5 li panel bo'ladi. Listimizni 5 sm dan qayrab berganmiz. 1 li list bo'ladi. Asinkovga zanglamaydi, bexijolat. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli sifatli qilib ishlaymiz, yetkazib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda. Oldi choy qismlari xuddi shunday bo'ladi mana. Mana ko'rinishlar. Chiroyli sifatli qilib ishlaymiz, yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mashinalarimiz olib qolganmiz, birin-ketin chiqarib beryapmiz.